Alo xotin. Ha Mardakcham. Srot jo'ramdan pul jo'natib yubordim. Bilib ishlat. Xavotirmang, o'zim joy-joyiga solaman. One more Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Mardakchangiz pul jo'natdi. Ha. Uyda hech kim yo'qmi? Nima edi? Yolg'iz yashash shonsiga tegmadimi? Tushunmadim. Uyda erkak kishi yo'qmi deyman, ha? Yo, Rossiyagalar. Ancha bo'ldimi ketganlariga? 2 yil bo'ldi. 2 yil. and marimba rhythm start to Yolg'iz yashash joningizga tegmadimi? Bu mardakchaz 2 yildan beri ko'rinmaydi. Rossiyadalar ketadilar. Rossiyadan. and Menga qarang. Yolg'iz yashash joningizga tegmadimi? Noinsof erkaklar. Endi Rossiyada degani har xil gapsiz qiladi degani emas-ku. Biz ham Mardakchamiz yonimizda bo'lishini xohlaymiz, lekin nima qilsin? Bola chaqasini deb, oilasini deb musofirlikda ter to'kib yuribdi-da. Sog'inib ketdim ey Mardakkinamlar. Mehrim jo'shib ketdi. Bitta telefon qilishini dakka. Qachon kelasiz? Sizni juday sog'inib ketdim. Xotin, men ham seni sog'indim. Tez kunda qaytaman. Bo'pti, sog' bo'ling. Alo xotin. Ha, Mardakcha? Rossiyadan kuchingdan ishlab jo'natgan pullarimga uyda remont qilyapsanmi? Ha, qilyapman. Uyni devorini shpakilovka qildingmi? Hozir bir suloy urdi. 15 minutdan keyin ikkinchi suloyni urar ekan. Chota ko'ngil g'ashta bir video tashlab ko'raychi. Kelgandan keyin ko'rasiz, Mardakcham surpriz. Uyga aboy oldingmi? Ha, qizil gulli g'acharchasidan tanladim. Lyustrachi. Oldim, Mardakcham oldim. Qanaqasidan olding? Tilla rangligidan oldim. Chota подозрательныйda rasmini tashlab ko'raychi. Yo'q, kelgandan keyin ko'rasiz, surpriz. Anga qara xotin, uyda remont qilgan bo'lsang 2 xonali uyni sotib 3 xonali qil. Hakras makler tanishim bor edi, 3% ga o'ynayman deyotdi. 3% ga sen meni mazgimga o'ynama, nomakler. Nima? Bu O'zbekistondagi yangi uy oldi sotib programmasi. Play Market yoki App Store'dan telefoningga skachat qolasan va quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsang, kompaniya xodimlari o'zlari uyingga kelib, uyingni 360 video rasmlarga olib, platformaga tekinga qo'yib berishadi. Eng muhimi, hech qanaqa makler aralashmaydi. Gapni Mardakcham 3 xonali haykech uy olib qo'yaman. Klapamiya, men senga 2 xonali, 3 xonali qildim. Sen 2 xonali, 1 xonali qilib qo'yibsan-ku. Yo'q, ikkita xonasi qani? Ana? Darmayib. Erni er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin bo'lar ekan. Endi nima qilamiz, Mardakcham? Aka, tilloni gramini yechib pul bo'lyapti. Zalakcha! Mardakcham, Rossiyadan iPhone 15 olib kelaman deysiz. Qani olib keldingizmi? iPhone. Антон, aka, дайте мне зарплату, я домой хочу. Черный, вот твоя зарплата. Иди отсюда. Я черный, а ты акулак. Если мой дедушка Амир Тимур не было бы, Москва тоже не была бы. Ты была бы. Onasini emsiraydi, uyga bir so'msiz qaytamanmi? Xotinga nima deyman? Sen iPhone 16 ga arziysan. 3 oy sabr qilsang, sentyabrda iPhone 16 chiqadi. Hamma iPhone 16 ishlatib yurganda, sen 15 ishlatib yurmaysan, o xotin. To'g'ri aytasiz, Mardakcham, menga iPhone 16 olib berasiz. Конечно. Kachayde. Mardakcham, odamlar xotiniga tilla sovg'a qilib, siz ham sovg'a qiling. Xotin, u ayollar chiroyiga ishonmagandan tilla taqadi. E'tiborni tilla bilan jalb qilmoqchi bo'ladi. Sen tabiiy chiroylisan. Sen meni tillachamsan. Sizning tilla ekanim menga tilla kerak emas. Kachayde. Mardakcham, siz ham yiqqan pullaringizga menga mashina sovg'a qiling. Xotin, mashina olib beraman desam, hozir olib beraman. Ozgina sabr qilsang, o'zim mashina olib, oldida qirollichalardek olib yuraman. Menga mashina kerak emas. Biroq mehribon Mardakcham boring. Hurmatli erkaklar, ayol kishiga qimmat sovg'a kerak emas. 2 og'iz shirin so'zni o'zi yetadi. Zalakcha! Mardakchanglar Rossiyada pravosatniy bo'lib qaytdi. Rossiyada menga nima olib keldingiz? Piterdagi qaqqa makina faqat salom olib keldi. O'zimga bo'lsa pul olib keldim. Mashincha olamiz. Qanaqa mashina olamiz? Shpingalet, buncha pulga taxoy olamiz. Mardakcham, taxoy olaman deb match olibsiz-ku?
Gulishtilburun. Mardakchang tahoyi olish uchun Rossiyada tahoyi ishlash kerak ekan. Ha, qo'shni endi nima qilasiz? Yetti pushtum qilgan ishni qilaman. Metan qo'yib taksi qilaman. 15 yildan beri Rossiyada edim. Moskvani u teshig'idan kirib, bu teshig'idan chiqayotgan odamman. U yoqda yo'li bilan bu yoqda yo'lini nima farqi bor aka? Birinchi farqi mana shunda uka. Ikkinchi farqi u yoqda mamlaqa kazo'llar yo'q uka. Keyin u yoqda mamlaqa beparosatlar yo'q uka. Mamlaqalar u yoqda ham bor uka. Rahmat aka. Sekinroq yop. Sanga o'xshagan darmetli ham yo'q yoqda. O'zimizda ham yaxshi pul topsa bo'lar ekan-ku. Mardakcham, Matschayz rasmiy tushirilgan xatlar ketdi. Nima? O Mardakcham qayerga ketyapsiz? Rossiyaga. O'zi kecha keluvdingiz-ku. Ana birodardan kelgan xatlarni onangni eri to'laydimi? Zanakcha, o'zimizda ham o'sha pulni ishlab topsa bo'lar ekan. Lekin mana birodar tadbirkorlarni deb butun umr kosaga qolmay ketar ekan. Radar tadbirkorlar, hammalaringni radarlaringga la'nat. Alyo, Mardakcham. Ha, go'sala xotin. Basmoy martga kelasizmi? Yo'q, borolmayman. Men borsam kuchuk boqadimi sanlarni. Pul jo'nataman, o'g'limni parkka olib chiqib aylantir, haymi? Kelsangiz yaxshi bo'laydi-da. Sog'inib ketuvdik. Fotograf, bizani bitta ayiq bilan rasmga olib qo'y. Pochchamni kutmaymizmi? Birga olib qo'yardim. Pochchangizni kutib 5 yil umrim o'tdi. Rossiyadalar. Ho'l beri kelmanglar, tushiravering. Telegram nomeringizni bersangiz tashlab qo'yardim rasmlarni. Rahmat, shart emas. Islom dadaga salom qil, qo'ling ko'tar. Ha. Dadasi uzoqdami deyman? Ha, Rossiyada edilar. Xohlasangiz butun umr sizga tekin qilib qo'yaman. Rahmat. Ketdik o'g'lim, tush. Ha. Akajon, shu dollarni qayerdan desam bo'ladi? Ha, Rossiyadan pul keldimi deyman. Ha, erim jo'natuvdilar. Xohlasangiz ustiga yana qo'shaman. Iflos. Nimaga odamlar bunaqa yolg'iz ayolni ko'rishsa noto'g'ri fikrga borishadi? Mardakcham bola chaqam deb musofirchilikda yurgan bo'lsa, o'z yonimda bo'lsa bunaqa bo'lmasdi. Birontasi gapirsa qulog'ini kesaman. Mardakcham, Xotin. nima keldingizmi? Bayramni bir o'ziga o'tkazma deb keldim-da xotin. Ketdik uyga. Mardakcham shu dollarchini urganda oyog'i sindimi nima? Yo, nimaga o'qsoqlanib yuribsiz? Yo'q, Peterda stroykadan yiqilib tushdim. Alyo, Mardakcham. Ha, go'sala xotin. Yangi yil o'tdi kelmadingiz, o'g'li sunnat to'yiga kelmadingiz. 4-yanvar bayramimizga kelamsiz buni? Sog'inib ketdik. O'g'lini sunnat to'yga bormagan 14-yanvarga boradimi? Uyqum buzar mardagimning tovushi, hech qolmabdi qizlarga ko'z suzishi. Boshdan oyoq zimdan nazar solsam men, qattiq ishlab teshilibdi qovushim. Mardakcham kelishingizni bilaydim. Qira bilsangiz ham bo'shingiz oilamiz uchun o'g'il bo'lsin. Ana bu sanakchangizdan sovg'a. Yuring uyga deb pichada yosh qilganman deymiz. Bir kelib keting uyga Mardakcham. Mardakcham Ivan Grozniy davrida Rossiyaga ketib, Putin davrida kelibdi. O'zi ham bir qanor turib o'tirgandir. Zanakcha. Ebi Mardakcham? Mardakchang Rossiyadan bir vagon kasallik orttirib keldi. Mardakkinam, go'dakkinam nima bo'ldi sizga? Rossiyadan eshaklar ishlab jo'natgan pullarimdan nech pul yig'ding? 100 million. Hotel davolatmasang bo'lmaydi, mardagingdan ayrilib qolasan. Yuring, men o'zim sizni kapitalni remont qilaman. Oliy toifali pediatr sifatida shuni ma'lum qilamanki, sirrochni davolatish kerak. Ko'rlik mardak Maskovlardan keldi. Buyragini shamollatib ketdi. Pul topay deb sog'ligi ham ketdi. Topgan pulga davolataman. Ko'rlik mardak Maskovlardan keldi. Buyragini Zanakchani hech pul qoldi. bir so'm pul
Mardakjon? Kimdandir qarz olish kerak, yuragim. Dadajon, $1000 qarz berib turing. Mardakchan ko'rmachasi so'g'. Rossiyada ishlab kelgan pullardan hech pul qolmay. Ximirab qolgani yo'q, shuncha pulga davolandingiz. Yana $1000 qarzdan berdingiz. Qarzim bo'ldik. Ha? Ketdim mani Oha, yana qayerga? Rossiyaga. Nimaga? Zirab ekanlar xotin. Mana bo'yinda $1000 qarzni onangni yeri to'laydimi? Bo'pti xotin, men yana Rossiyaga ketdim. Hay, bu safar tezroq qayting, hamma Mardakjon. Ha, bo'pti. Siz ekkan hollar gulladi, bog' bo'ldi. 5 yil bo'ldi ketganiga, Mardakcha yo'q bo'ldi. Maskovga borib kelay, o'zim borib olib kelay. Shu Mardak yuragimni qon qildi. Mardakcha, menga bermagin azobcha. Sog'inib ketding, chalpakcha. To'xtaying! Rossiyadagi akalar, uyga qaytsanglar qaytinglar, bo'lmasa yangani o'zi kelib sudrab olib ketsinmi? Bizni biladi.